Vatanni himoya qilishdek sharafli kasb mavjud. Odatda bu sharafli vazifani kuchli jins vakillari ado etadilar. Axir aslida har bir erkak avvalo oilasining, xonadonining, farzandlarining, vatanning himoyachisidir. Biroq ushbu kunda o'zining kasb bayramlarini nishonlaydigan harbiy xizmatchilar alohida tahsin, samimiy tabriklar bilan qutlanadi. Qurolli kuchlarning askarlaridan tortib ofitserlarigacha, tabiatan ojiza bo'lsa-da har qaysi fuqaroni himoya qila oluvchi harbiy qizlarimizgacha, chegara qo'shinlari va aholi tinchligi hamda xavfsizligini ta'minlaydigan boshqa xizmatchilargacha bu bizning milliy armiyamiz, faxrimiz, iftixorimizdir. Ular turli lavozim, ish joyi, maxsus kiyimga ega bo'lsa-da, ularni hayot tarzi birlashtiradi. Ona vatanni ko'z qorachig'idek asrash, himoya qilish va el u yurt uchun xizmat qilish. Harbiylar bugun bitta hududda xizmat o'tasa, ertaga boshqa joyga yuboriladi. Ular ob-havo sharoitlari, tabiiy ofatlar, hatto umumjahon pandemiyasiga qaramay old qatorda turadi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kunida ushbu umumxalq bayramida biz boshimiz uzra musaffo osmon uchun, mamlakatimizdagi osoyishtalik, ko'ngillarimizdagi xotirjamlik uchun chin dildan rahmat deymiz. Xalqning himoyasiga har onda, har damda tayyorligingiz uchun minnatdormiz. Sharafli vazifasini ado etish chog'ida qatorimizni tark etganlarga ta'zim qilamiz. Munosib farzandlar, askar va ofitserlar uchun ota-onalarga ta'zimdamiz. Yo'lingiz yorug', xizmatingiz munosib, salomatligingiz mustahkam bo'lsin.